بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر Sübhi bilan, Zulhəccənin dəstəbki 10 keçisi bilan, Qurbanlıq günü bilan, Harp günü bilan, kainatning ajoyib harakati bilan o'tgan kechi bilan, qasamki, kofirlarga cho'qim azob qilamiz. هل في ذلك قسم لذي حجر Aql egisiga buningda, ya'ni yuqorqi narsalarda qanoatlanarlik qasam bormi? ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد Parvardigoringning od, kuchlik Iramni qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi? التي لم يخلق مثلها في البلاد Bundaq odamlar boshqa shaharlarda yoritilmagan edi. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Shuningdek, vodi qurada toshlarni kesib, uylarni bino qilgan Samudni Alloh qandoq jazo oldi? وفرعون ذي الأوتاد Shuningdek, qo'ziqlar egisi Firavunni qandoq jazo oldi? الذين طغوا في البلاد Ular shaharlarda zulm qilishda haddidan oshdi. فأكثروا فيها الفساد U yerlarda buzg'unchilikni ko'p qildi. فصب عليهم ربك سوط عذاب Parvardigoring ularga qattiq azobni nozil qildi. إن ربك لبالمرصاد Parvardigoring bandalarni albatta kuzatib turg'uchidir. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Parvardigori insonni sinab aziz qilsa va uningga ne'mat bersa, u Parvardigorim meni aziz qildi deydi. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن Parvardigori insonni sinab rizqini tor qilsa, u Parvardigorim meni xor qildi deydi. كلا بل لا تكرمون اليتيم Hargiz undaq emas. Sizlar yetimni hurmat qilmaysizlar. ولا تحاضون على طعام المسكين Bir-biringlarni miskinga oshnon berishga targ'ib qilmaysizlar. وتأكلون التراث أكلا لما Mirosni halol harom demasdan hadab yeysizlar. وتحبون المال حبا جما Molni erislik bilan noiti do'st tutisizlar. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Ey g'afillar, buningdan yeninglar. Zimin arqum-arqa tavritilgan chaqda وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء
يومئذ بجهنم Günahkarlarning ko'rishi uchun jahannam keltirilgan chaqda يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى Shu kunda inson, ya'ni kofir dunyodagi qilmishlarini eslaydi. Bu chaqda eslaganning uningga nima foydasi bo'lsin? يقول يا ليتني قدمت لحياتي U aytadiki, qachki men dunyodagi hayot vaqtimda yaxshi ishlarni qilgan bo'lsam-chu. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد Shu kunda har ahadi Allohga osiylik qilganlarni Alloh jazolagandek jazolamaydi. ولا يوثق وثاقه أحد Hamda hech ahadi Alloh bog'lagandek bog'lamaydi. يا أيتها النفس المطمئنة Ey aram topquchi jon, ارجعي إلى ربك راضية مرضية sen Parvardigoringdan mamnun. Parvardigoring sendan rozi bo'lgan holda uning dargohiga qaytqin. فادخلي في عبادي Sen mening yaxshi bandalarim qatori qo'shilgin. وادخلي جنتي Mening jannatimga kirgin.